Assalomu alaykum. Men Jamshid Muslimov. Edvard Kreigning falsafa o'ta qisqa tanishtiruv kitobi bilan tanishishni davom etamiz. 4-bobga keldik. 4-bob men kim yoki nimaman yoki noma'lum buddaviy rohibning javobi deb nomlanadigan bob. Bunda shoh Melinda rohib Nagasena bilan bo'lib o'tgan suhbat haqida gap boradi. Eslatib o'taman, bu kitobni mutolaa ilovasida ham audio ham matn shaklida topish mumkin. Shu bilan birga qog'oz formatida bu kitobni O'zbekistonning deyarli barcha kutubxonalaridan so'rab olishingiz mumkin va o'qishni tavsiya qilaman. Va bevosita bu bobni sharhlashdan oldingi bob David Humening Mo'jizalar haqidagi essesiga bag'ishlangan edi va bu bobga ilova o'laroq yana boshqa bir videolar tayyorlash niyatidaman, ya'ni David Humega yana qaytamiz va undan tashqari mana shu 4-bobda o'zlik haqidagi bobdagi mavzu kitobning keyingi mavzularida ham qaytariladi va o'shanda yana David Humening ismi tilga olinadi. Unda ham o'zlik haqidagi bir o'ziga xos bir qarashlari bo'lgan bu faylasufda. Hozir esa qadimiy buddaviylik falsafasining markaziy g'oyalari bo'lmish o'zlik haqidagi ta'limoti bilan mana shu dialog vositasida tanishamiz. Fursatdan foydalanib loyihamizga yordam beruvchilarga ko'pdan ko'p rahmat aytmoqchiman. G'oyatda minnatdorman. Ham moliyaviy, ham ma'naviy qo'llab-quvvatlayotganlarga, ayniqsa savollar berib, turli fikrlarini shu YouTube izohlarida, Telegram izohlarida, Twitter yoki Facebookda yozib qoldirayotganligingizga nihoyatda bir xursandman. Ayniqsa YouTube'da savollar va murojaatlar bo'lyapti va o'ylaymanki bu loyihamiz 2026-yilda ham davom etadi. Bu kitobni shu yilning o'zida 2026-yilda sharhlashni tugatish albatta niyatimda bor. Bu qancha davom etadi bilmadim va shu kitob Edvard Kreigning falsafa o'ta qisqa tanishtiruv kitobini o'qishni juda bir tavsiya qilaman. O'qib tushunarsiz tarjimada bo'lsin yoki shuni asl inglizcha matnini o'qib unda paydo bo'layotgan savollaringizni, tushunmovchiliklarni, e'tirozlaringizni yozib qoldirishingizni so'rar edim va ularga balkim katta ehtimol bilan videoda ham javob berish niyatimda bor. Mavzuga bevosita kirishdan oldin tarixiy kontekstni ko'rib chiqaylik, ya'ni Melindaning savollari, Nagasena bilan savol-javobi qaysi davrda bo'lib o'tgani va u taxminan qaysi vaqtda kitob qilib yozilganligi haqida tasavvur hosil qilish uchun men mana shunaqa bir davrlar, ya'ni yillar gorizontal o'qini chizig'ini tayyorladim. O'ylaymanki bir foydadan xoli emas bu narsa. Demak, mana bu nuqta 0-yil desak, endi albatta 0-yil bo'lmagan. Bu boshlanish nuqtasi milod Iso alayhisalomning tug'ilgan yili. Bu ham aniq bir ma'lumot emas, bu ham taxminiy bir ma'lumot. Mana bugun 31-dekabr 2025-yilda yozayotgan bo'lsam, bu hisobga binoan shu Iso alayhisalom yilidan, ya'ni mana shu 1-yildan boshlanadi. Taxminan va 2026 yil ilgari mana shu voqea sodir bo'lgan. Xo'p, milod yili hozir yaqinroq qilaman. Iso alayhisalom 1-yil. Melinda davri bu o'sha Hindistondagi podshoh Nagasena bilan suhbat qiladi va bu suhbat taxminan miloddan avvalgi 1-asrda bo'lgan, ya'ni Iso alayhisalomning tug'ilishidan 100 yil oldin taxminan va matn yozilishi ham o'sha davrda ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda shu 100 yildan so'ng yozilgan bu kitob bo'lib tushgan deyshadi. Turli xil xabarlar bor. Buni biz aniq bilmaymiz, lekin
mana shu miloddan Iso alayhissalom tug'ilishidan 100 yil oldingi davrda bo'lib o'tgan suhbat. Milinda kim? Bu Milinda yoki Menander, boshqacha manbalarda Menander, Yunon manbalarida Menander deb keladi. Bu podshoh asli kelib chiqishi Yunon, ajdodlari Yunon bo'lgan. Aleksandr Maqduniy asos solgan davlatning podshohlaridan biri bo'lgan. Ya'ni Yunon Baktriya, Hind Yunon bir katta bir davlatning podshohi bo'lgan. Bu davlat paydo bo'lishi shu miloddan 256-yillarda Markaziy Osiyoda Yunon Baktriya davlati. Xo'p, Yunon Baktriya davlati, mana bu davlat, mana bu Yunon Baktriya podshohligi Wikipediyadan ko'rishingiz mumkin. Uning geografiy holati mana bu. Greco-Bactrian Kingdom deyilyapti. Chegaraga ahamiyat bering. Bu Kaspiy dengizi, bu Orol dengiz, o'zimizning Orol dengizimiz, Sirdaryo va Amurdaryo oralig'i ham mana shu davlatning hududiga kiradi. Bu Orol dengizi. Aleksandriya degan shahar ham bo'lgan ekan u joyda, e'tibor bering. Buddizm ham mana shu Hindistonning shimoliy g'arbida paydo bo'lgan. Uni qachon paydo bo'lganligini hozir ko'ramiz. Menander mana shu davlatning podshohlaridan biri va uning chegarasi Hindiston, Eron, Afg'oniston, qisman Eron va Afg'oniston va bizning o'lkalar kiradi. Demakki, bu suhbat haqida biz so'z yuritar ekanmiz. Bu ham bizning tariximizning bir qismi deyish mumkin bu ta'limot ham. Bu davlat asos solganlar Aleksandr Maqduniydan keyin qolgan podshohlar, Salafkiylar deyiladi. Bular Aleksandr Makedonskiydan qolgan makedoniylik Aleksandrning merosi desa bo'ladi. E'tibor bering, Gretsiya qayerda-yu, Yunoniston qayerda-yu, Hindiston, Markaziy Osiyo, Turkiston, Turon diyorlari qayerda. Yani shu yerda mana shu buddizm bilan Yunon sivilizatsiyasi, madaniyati, ta'limotlari to'qnashgan yerlar bo'lib chiqyapti. Tarixiy chiziqqa qaytamiz. Yunon Baktriya davlati va parallel ravishda Ashokaning davlati. Parallel emas, ya'ni ellinizm Ashoka davlati, hozir ko'rsataman, mana bu Mauryan imperiyada Hindistonni birlashtirgan Ashoka degan podshoh, u buddaviylik ta'limotini globallashtirmoqchi bo'lgan bir podshoh, ya'ni butun Hindiston uchun davlat dini qilib, ya'ni asos solishga uringan, harakat qilingan va turli o'lkalarda dunyo bo'yicha buddizm tarqalishiga hissasi bor, lekin u o'ylaganchalik Yunon sivilizatsiyasichalik albatta global bir ta'limotga aylandi deyish qiyin. Bilamiz, buddizm sharqqa qarab, mana bu sharqqa qarab yurdi. Hindistonda yana Ashoka imperiyasidan keyin yana buddizm ancha kamaydi, buddizmning ta'siri ancha kamayib, bu Xitoy, keyin Janubiy Sharqiy Osiyo va keyinchalik Yaponiya tomonlarga surilib bordi. Lekin bu davrda, ya'ni Greco-Bactrian Kingdom, Yunon Baktriya davlati mavjud bo'lgan paytda buddizm shakllangan, ya'ni bir gurkirab rivojlanayotgan davr edi. Yana orqaga qaytadigan bo'lsak, miloddan Iso alayhissalom tug'ilishidan avvali 356-yil, 323-yil Aleksandrning Hindistonga qilgan yurishi, mana shu Aleksandr deymizmi yoki Iskandarmi, global loyihaga, birinchi jahon bo'yicha global bir madaniyat olib kirgan podshohlardan biri. Ya'ni undan avvalgi podshohlarda buni ko'rish qiyin. Globalizm deganda, ya'ni
Ellin Yunon madaniyatini dunyo bo'ylab dunyoning eng katta rivojlangan o'lkalariga singdira olgan, yetkaza olgan sivilizatsiyaning asoschisi. Aleksandr bilamiz, Arastuning shogirdi. 384-yil, 322-yil. Aristotel Platonning shogirdi. Platon esa Suqrotning shogirdi. Mana ko'ryapsizmi? Miloddan avvalgi 400-yillar. Uni o'rtasida Suqrotning deyarli vatandoshi, zamondoshi bu Demokrit. Lekin Demokrit Suqrotning ta'sirida bo'lmagan. U Demokrit mustaqil bir falsafa, bir yo'nalishga asos solgan. Albatta Suqrot va Platon orqali keyinchalik bir katta elning madaniyatiga ta'sir o'tkazgan va shu bilan g'arb madaniyati, g'arb sivilizatsiyasi tamadduniga ta'sir o'tkazgan va shuningdek albatta keyinchalik islom kelgandan keyin ham islomning birinchi shu tamadduni rivojlanayotganda Aristotel, Platonning ta'siri katta bo'lgan, ayniqsa shu falsafiy va aniq fanlar sohasida. Suqrotdan oldin Parmenid, Geraklit va mana bu Yevropada shakllanayotgan ta'limotlar 500-yil, Hindiston taraflarida 500-yillarda eramizdan avvalgi yoki miloddan avvalgi davrda Jainizm, hinduviylikdan ajrab chiqqan alohida bir ta'limot. Parallel ravishda deyarli o'sha zamonda Xitoyda Lao Tzuning daosizmi va konfutsianlik ta'limotlari shakllanayotgan davr va xuddi shu davrda orasida albatta 100 yil, 80 yil plus minus farqiga boradi. Bu yerda Buddaning ta'limotini boshlanishi. Mana demak Milinda bilan bo'lgan suhbat, Milindaning Nagasena bilan bo'lgan suhbati Aleksandrdan keyin Yunon Baktriya davrida Yunon sivilizatsiyasi shakllangan paytda mana bu zamonda buddizm o'zi paydo bo'lishi miloddan avvalgi 6-asr, 500-yil, 483-yilda. Xuddi shu davrda Pifagor Yunonistonda faoliyat yurityapti. Anaximander, Fales va boshqa presokratik deyiladi. Suqrotdan avvalgi mutafakkirlar, faylasuflar o'zlarining ta'limotlarini shakllantirishgan vaqtlar va albatta Fales ham, Anaximander ham, Geraklit, Pifagorlar ham ular o'zlarining ta'limotlarini nafaqat mustaqil ravishda shakllantirishdi, balkim Bobil va qadimiy Misr va balkim ma'lum bir ehtimollik bilan qadimiy bir hinduviylikning ta'sirida shakllantirishdi. Mana shu zamon juda qiziq asrlar, e'tibor bering, miloddan avvalgi 6-7-asrlar, 5-asr davrlari juda ham keyingi zamonlarga o'z katta ta'sirini o'tkaza olgan mutafakkirlarning faoliyat yuritish davri. Shuni Karl Popper o'z vaqtida осевое время deydi rus tilida, axis deyiladi ingliz tilida, o'q zamon deydi. Mana shunaqangi bir g'alati bir yer yuzida hodisa bo'lganki, yerning turli joylarida keyinchalik ming yillarcha ta'sirini o'tkaza oladigan mutafakkirlar paydo bo'lgan vaqt va bunga turli xil sabablar bor deyishadi. Hozir bu masalada to'xtalmaymiz. Demak, bizning masalamiz uchun muhim kuzatishlar, ya'ni Budda va Yunon faylasuflari zamondosh Geraklit, Parmenid, Pifagor bir davrda yashashgan, lekin ularni birlashtiruvchi davlat yo'q, hali Yunon Baktriya davlati yo'q. Bunga hali ancha bor. Geraklitning ta'limoti hamma narsa oqadi, ya'ni biron bir narsa doimiy mavjudlikda emas, balkim doimiy jarayonda bo'lishi haqida uning ta'limoti xuddi shu zamonda buddizm ham shakllanyapti va uning shu oqimlik, ya'ni jarayonlik falsafasiga yaqin.
va bulardan keyin Budda, Geraklitdan keyin taxminan 200 yillar o'tib Aleksandr 200 yil, 300 yil o'tib Aleksandr o'zini yurishini boshlaydi. Yunoniston tarafdan Turon, Eron va Hind yerlariga qarab. Buddadan mana taxminan 400 yildan keyin, Aleksandrdan keyin 200 yil o'tib, Milinda yoki Menandr podshohi buddist Nagasena rohib bilan suhbat o'tkazadi. Biz mana shu suhbatning, dialogning bir qismi bilan tanishamiz. Xo'p, Menandr kim? Menandr, mana buni Wikipediyada ham ko'rsa bo'ladi. Uning shu tangada qolgan rasmlaridan biri Yunon Ancient Greek deyilyapti. Bu Yunon podshohi tug'ilish yillari shu hozirgi Afg'oniston yerlariga to'g'ri keladi. Punjobda ham bo'lgan ekan. Punjob King of Bactria, Bactrianing podshohi. Wikipediyaga kirib bemalol uning yurishlarini, qaysi davlatlarini ya'ni hozirgi zamondagi qaysi davlat uchun hukmronlik qilganligini ko'rish mumkin. Juda qiziqarli ma'lumot olasizlar. Qisqagina bo'lsa ham tanishish mumkin turli ma'lumotlar bilan. Mana bu yerda Milinda Panya, ya'ni yoki Milinda Panxa kitobi haqida gap ketyapti Wikipediyada. Ya'ni Melindaning Nagasena bilan suhbati. Ya'ni bu yaqin zamonlarda chizilgan rasm bo'lsa kerak. Bu yerda Melinda Yunon Bactria, ya'ni podshohi rohib Nagasena bilan suhbati, savol-javobi. Yana bir muhim jihatni aytish kerak. Mana bu yerda birinchi qadimiy Buddaning haykali deyilyapti. Qiziq ma'lumot shuki, Yunonlar kirib kelgandan so'ng Buddaning haykallarini yasashni boshlashgan. Ya'ni Budda ta'limoti mavjudligiga 4 asr o'tib, 400 yil o'tib, uning katta bir siymosini tasvirlash bo'lmagan. Katta bir haykal qilib yasash bo'lmagan. Aynan Yunonlarning ta'sirida Buddaga haykal o'rnatish paydo bo'lgan degan bir tarixiy ma'lumotlar bor. Xo'p, Wikipediyada yana Melinda Panya kitobi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu canonical text, ya'ni buddaviylik ta'limotining, buddaviylik dini va buddaviylik falsafasining katta bir kitoblaridan hisoblanadi. Bu kitobning asosiy maqsadi buddaviylikning murakkab g'oyalarini dialog ko'rinishida, savol-javob ko'rinishida odamlarga imkon qadar tushunarli qilish bo'lgan deyishadi. Endi bevosita savol-javobga o'tamiz. Bu o'zi aslida katta kitob, internetdan topish mumkin. Gutenberg saytida, boshqa ko'p saytlarda ingliz tilida topish mumkin. Rus tilida ham topiladi, rus tilida ham bor. Va turli xil tarjimalar bor, chunki bu kitob ham hind tilida ham qadimiy Pali, ya'ni qadimiy hind tillarida saqlangan va tarjimalar ham turlicha, soddalashtirilgan tarjimalar bor. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri buddaviylik istilohlari saqlangan holda ilmiy qandaydir bir tarjimalarni ham topish mumkin. Men inglizcha, ruscha tarjimasini olib, uni o'zbek tiliga o'girishga harakat qildim. Maqsadimiz shu Edward Craigning falsafa o'ta qisqa tanishtiruv kitobi bilan kitobini o'qish jarayonida shu matn bilan bevosita tanishish. Edward Craigning o'zini talqinlarini, sharhini, kitobni o'zidan ko'rishingiz mumkin. Men u yerda aytilgan gaplarni, fikrlarni qaytarib o'tirmayman. O'ylaymanki, bu kitobning tushunish uchun ancha oson bo'lgan boblardan deb hisoblayman. Shuning uchun bevosita shu matnni o'qib, undan qandaydir bir ma'no topishga urinamiz.
Edvard Kreigning kitobida keltirilgan dialog kitobning birinchi bobi desa bo'ladi. Boshlang'ich bobi. Aslida boshlang'ich bob emas. Kitob boshida podshoh haqida xabar bo'ladi va u qandaydir bir mutafakkir, donishmand bilan suhbat qurmoqchi bo'lganligi haqida gap bo'ladi va unga shu Nagasena, buddaviylik rohibi Nagasenaning huzuriga borib u bilan suhbat qurishni tavsiya etganliklari haqida xabar bo'ladi. Va shoh Milinda Nagasenaning huzuriga keldi. Matnni kattaroq qilamiz. Shoh Milinda muhtaram Nagasenaning huzuriga keldi va uni do'stona salom va xush muomalalik bilan kutib oldi. So'ngra hurmat bilan chetroqqa o'tirdi. Nagasena ham xush muomalalik bilan javob qaytardi va shu tariqa shohning qalbini o'ziga rom qildi. Shoh Milinda, muhtaramni qanday atashadi va ismingiz nima janob? Deb so'raydi. Shoh Milinda biladi o'zi kimning oldiga borganligini. Nagasenani oldiga huzuriga keldi va uning ismi nimaligini ham biladi. Biz bu yerda o'qish jarayonida, sharhlash jarayonida biz tushunamiz nima uchun hamma narsa o'zlik bilan va kim nima ekanligi haqida savoldan boshlanishi, kitob aynan mana shu mavzu bilan boshlanishi sababini matn davomida, matn bilan tanish davomida tushunishga harakat qilamiz. Nagasena javob beradi. Meni Nagasena deb atashadi. Ey shoh va mening dindosh birodarlarim meni shu nom bilan chaqirishadi. Lekin ota-onalar Nagasena yoki Surasena yoki Virasena yoki Sihasena degan nomlarni berishsa-da, ey shoh, bu Nagasena va shu kabilar faqat umum qabul qilingan atama, kundalik muomalada ishlatiladigan belgidir. Chunki bu masalada doimiy shaxsiyat mavjud emas. Ya'ni atama bor, meni Nagasena deb atashadi. Ota-onam menga boshqacha nom berishsa ham men ko'pchilikka shu nom bilan ma'lumman, lekin bu nom aslida yo'q narsaning nomi. Ya'ni shaxsiyat nomning ortida doimo mavjud bo'lgan shaxsiyat mavjud emas. U yo'q. Lekin nom bor. U Nagasena bu atama xolos. Shoh Milinda, bu Nagasena o'z ismida doimiy shaxsiyat nazarda tutilmagan deydi. Buni ma'qullash mumkinmi? Shoh Milinda yana davom etyapti. Bu shoh, agar ey muhtaram Nagasena, bu masalada doimiy shaxsiyat mavjud bo'lmasa, unday bo'lsa, tariqat a'zolariga kiyim-kechak, oziq-ovqat, boshpana va kasallar uchun zarur narsalarni kim beradi? Bularning qabul qilganda kim bahramand bo'ladi? Solih hayotni kim yashaydi? Mushohadaga, ya'ni meditatsiyaga kim beriladi? Oliy yo'lni maqsadiga, arhatlik nirvanasiga kim erishadi? Ya'ni shoh aytayaptiki, tariqatingiz deganda, ya'ni buddaviy rohiblar ma'lum bir jamoalarda jamoa bo'lib yashashgan va bu jamoalar ishlamagan. Bu jamoalar tilanchilik qilishgan, ko'chaga chiqib, bozorga chiqib, shunda qo'llarini uzatib turishgan, odamlar nima tashlasa, shuni olib ketaverishgan. Kasal bo'lganda kimdir ularga yordam berib qaragan, kiyimlari to'kilib tamom bo'lganda kimdir kiyim hadya qilgan. Va ular nima bilan mashg'ul bo'ladi, rohiblar, buddaviy rohiblar? Ular mushohada bilan, meditatsiya bilan, suhbatlar bilan, shu ta'limotlarni o'rganish bilan, shu mantralarni aytib, shu mushohadalar qilish bilan mashg'ul bo'lgan odamlar. Xo'p, kim u odamlar yo'qmi? Kim agar ular mavjud bo'lmasa, kimlarga odamlar sadaqa beryapti? Kimlarni odamlar kiyintiryapti? Mushohada qilinayotgan bo'lsa, mushohada, ya'ni meditatsiya qilinayotgan bo'lsa, meditatsiya qiluvchilar nima agar o'zlik mavjud bo'lmasa? Va shoh davom etyapti. Tirik jonlarni kim halok qiladi? O'zga molni kim oladi? Dunyoviy shahvatlar bilan yomon hayotni kim yashaydi?
Yolg'onni kim gapiradi? Mast qiluvchi ichimliklarni kim ichadi? Shu hayotdayoq achchiq meva beradigan 5 gunohdan birini kim qiladi? Albatta bu buddaviy rohiblarning ishi emas, lekin uni kimsalar qiladi. Uni insonlar qiladi, mavjudotlar, mavjud bo'lgan qandaydir bir narsalar, odamlar qiladi. Endi sen aytayapsan, bu aslida bunday mohiyat yo'q, o'zlik mavjud emas deyapsan. Kim qiladi bularni? Shoh davom etyapti. Agar shunday bo'lsa, na savob, na gunoh bor. Yaxshi yoki yomon ishlarning qiluvchisi ham, sababchisi ham yo'q. Yaxshi yoki yomon karmaning meva yoki natijasi yo'q. Agar ey muhtaram nagasini, birov sizni o'ldirsa, qotillik bo'lmaydi deb o'ylasak, unda kelib chiqadiki, sizning tariqatingizda haqiqiy ustozlar va muallimlar yo'q va sizning rasmiy qabul qilinishlaringiz bekor. Ya'ni o'zlik, menlik mavjud bo'lmas ekan, bundan kelib chiqadiki, buning implikatsiyasi shunaqaki, hech kim mavjud emas. Demak, jinoyat qiluvchi ham yo'q. Jinoyat sodir bo'ldi. Kimni jazolanadi? Axir jinoyat qilingan odam jazolanadi-ku. Kimdir yomon ish qilib, yomon karma qildi. Karma oqibat emas, karma harakat degani. Buddaviylik ta'limotida yomon harakat qildi, lekin oqibati yomon bo'ladi. Bu yomon oqibatni bu hayotligida olish mumkin va keyingi tug'ilishlarda olish mumkin. Kim oladi? Sen agar shu doimiy mohiyat, o'zlik mohiyati mavjud bo'lmasa. Ya'ni nima qilyapti? Bu yerda Shoh Melinda tayyor savollar bilan Nagasinani oldiga keldi. Buddaviylikning markaziy mavzulari bo'lmish, o'zlikning mavjud emasligi, uning illyuziyaligi haqida ta'limotiga hujum bilan boshladi. U bekordan bekorga kelib, sening noming nima, sen kimsan deb savol bermadi. Nagasini ham Melindaning, shohning savolini tushundiyu, darrov aytdi, meni Nagasini deb atashadi. Nagasini bu atama, lekin bu atamaning ortida turgan doimiy o'zlik mavjud emas. Va ketidan bundan kelib chiqadigan implikatsiyalar, bundan kelib chiqadigan oqibatlar qanchalik absurd bo'lishini shoh ko'rsatyapti. E'tibor bersangiz, suhbat dialog shaklida bu qadimiy Yunonlarning dialogiga o'xshaydi. Platon qoldirgan, ya'ni yoki Ksenofontdan qolgan dialoglarga o'xshaydi, Suqrot dialogiga o'xshaydi. Bekorga bu Yunon va Hind ta'limotlarining to'qnashuv uchrashuvi deb atalmayapti. TST bilan boshlaydi Suqrot. Bu nima degan savol bilan boshlaydi. Buddaviy bu savolga qandaydir yo'l bilan javob berish kerak. Ya'ni uni javobini e'tibor bering. Bu nima degan savolning o'zi xato demoqchi aslida Nagasini. Buddaviylik uchun nima bor degan, nima doimiy bor degan ma'nosida savol berish xato savol. Chunki biron bir narsani doimiy mavjud, mana bu naqd mavjudlik, bu aslida buddaviylik ta'limotida bu illyuziya. Shoh davom etyapti. Siz menga tariqatdagi birodarlaringiz sizni Nagasini deb atashini aytdingiz. Endi bu Nagasini nima? Endi boshqa tomondan endi bu yerda shoh boshqa tarafdan kelyapti. Oqibatlar tarafidan kelyapti-da. Yo'q degan, mohiyat o'zlik mavjud emas degan narsaning oqibati gapning absurdligidan kirgan, hujum qilganida, endi boshqa tarafdan hujum qilyapti. Naqd mavjudligi, naqd hissiy ravishda biz qo'limiz bilan ko'ra oladigan va aqlimiz bilan anglay oladigan jihatdan, tarafdan hujum qilyapti Nagasinaning ta'limotiga. Endi bu Nagasini nima? Soch Nagasini deymizmi? Sochdan boshlayapti. Nagasini bunday demayman, buyuk shoh. Melinda. Yoki tanadagi tuklarmi? Albatta yo'q. Yoki tirnoqlar, tishlar, teri, go'sht, asablar, suyaklar, ilik, bo'yraklar, yurak, jigar, qon, taloq, o'pka, katta ichak, pastki ichak, oshqozon, najosat, o't, balg'am, yiring, qon, teri, yog', ko'z yoshi, zardob, tupuk, shilliq, bo'g'imlarni moylovchi yog', siydik yoki miya yoki
bularning birortasi yoki hammasi Nagasenami? Ya'ni odamning fiziologik mavjudot, ya'ni vujudidagi qismlarini bittalab sanab o'tib, ichki va tashqi va bu qismlardan, ya'ni a'zolardan kelib chiqadigan xilqat narsalar haqida ham gapirib o'tib, ularning har bittasi Nagasenami? Mana ularni ushlasa bo'ladi, ularni ko'rsa bo'ladi. Har bittasi. Yo'q, Nagasen emas. Ularni hammasini birlashtirganda, ularning majmuasini, miyasini, qonini, suyagini birlashtirganda shuni Nagaseni deymizmi desa, Nagaseni bunga ham yo'q deb javob beryapti. Shoh Milinda davom etadi. Unday bo'lsa, tashqi shakl rupa Nagasenami yoki sezgilar Vedana yoki g'oyalar Sanya yoki tarkiblar, xarakterning tarkibiy elementlari, ya'ni umuman tarkibiy elementlar, agregat unsurlar deb atashadi, Sankhara yoki ong, Vinya, Nagasenami. Mana endi bu yerda Melinda buddaviylik ta'limotidan xabardorligini yana ko'rsatyaptiki, buddaviylik ta'limotidagi tushunchalar bilan kirib keldi. Rupa, ya'ni shakl, qandaydir bir shaklning mavjud bo'lishi, bir mafhum qandaydir shaklning mavjud bo'lishi. Hozir biz chuqur kirmaymiz. Bu juda chuqur va murakkab falsafa, ta'limot. Lekin bu tushunchalar, bu kategoriyalar buddizmning bir asosiy bir istilohlaridan. Sezgilarmi bu? Bu g'oyalarmi bu? Senya va bu agregat unsurlarmi yoki bu ongmi, bu tafakkurmi bu? Bularning hammasi birlashtirganda yoki ularni alohida aytganda bu Nagasenami? Shoh Milinda bularning hammasiga Nagaseni yo'q dedi, rohib yo'q deb javob berdi. Unday bo'lsa, Skandhaning hammasi birgalikda Nagasenami? Ya'ni har bitta shu agregat unsurlar, elementlar hammasini birlashtirganda mana shunda Nagaseni paydo bo'ladimi? Yo'q, buyuk shoh. Shoh Milinda. Lekin 5 skhandadan tashqarida Nagaseni bo'lgan biron narsa bormi? Xo'p, bular emas ekan. Bundan tashqari Nagaseni bormi? Nagaseni bunga ham yo'q deb javob berdi. Shoh Milinda shunday qilib deyapti, Nagasenani topa olmayman. Nagaseni bo'sh tovushdan iborat. Chunki atama deyildi. Atama nima bu? So'z. Bu og'iz bilan lafzdan chiqadigan so'z, bu tovush ekan. Oldimizda turgan Nagaseni kim? Muhtaram, siz yolg'on gapirdingiz, haqiqat emas. Bu yerda yolg'on qaysi ma'noda? Yolg'on ma'no, ya'ni ziddiyat ma'nosida. Ziddiyat paydo bo'ldi deyapti podshoh. Ya'ni bu yunoncha bir mantiqiy uslubni ko'ryapmiz. Aristoteldan, Platondan, Suqrotdan qolgan bir yondashuv, bir narsa ham a emas bo'la olmaydi. Mana bu misol uchun qalam. Men bu narsani bu qalam deyman-da, keyin bu shu bilan birga bu qalam emas desam, bu mantiqan bir absurd gap, noto'g'ri gap. Haqiqat emas bu gap. Bu haqiqat haqida gapiriladigan gap unaqa bo'lmaydi. Ya'ni undan kelib chiqadigan oqibat yoki uning tarkibiy elementlari inkor qilish kerak emas aytilgan gapni. Bu yerda esa nima dedi? Eslaylik, Manah aytdiki, sen nima deb atalasan desa, meni Nagaseni deb atashadi. Lekin bu Nagaseni nimaning nomi? Nimaning nomi? Noma'lum qolyapti shu narsa. Bu bir shunaqa insonning nomi. Bu inson nima? Bu shunaqa bir mavjudot, bu o'zlik, bir self deydi ingliz tilida. Hind tilida bu atman deyiladi. Bu shunaqa bir o'zlik. Yo'q, ular mavjud emas. Yunoncha bir bizning tushunchamizdagi istilohlar bilan, tushunchalar bilan foydalanadigan bo'lsak, bir narsa har bir qism uni birlashtiruvchi narsa emas, lekin birlashganda bir narsa boshqa bir narsaga aylanadi. Misol, maktabning o'quvchisi maktab emas, maktabning o'qituvchisi maktab emas. Lekin maktab deganda uni ichiga nima kiradi? Faqat bino emas, uni o'quv dasturi, unda o'qiydigan o'quvchilar, unda ishlaydigan o'qituvchilar va hokazo va hokazolar, mana shular maktab deb hisoblanadi. Maktab mavjudmi desa, ham maktab mavjud. Mana shu Nagaseni bularni yo'q deyapti.
Nimaga yo'q? Bu yerda ziddiyat bor. Bu yerda bo'lishi mumkin emas. Ham bor, ham yo'q bo'lishi mumkin emas. Va bu masalada Nagasena qanday vaziyatdan chiqishini ko'ramiz. Nagasena. Endi Nagasenaning siz yolg'on gapirdingiz, ya'ni siz ziddiyatli gapirdingiz degan gapiga Nagasenaning javobi qarshi savol berishdan boshlanadi. Janob, siz oliyjanob nasabingizga munosib ravishda katta hashamda tarbiyalangan ekansiz. Agar siz bu quruq ob-havoda, issiq va qumli yerda yursangiz, qattiq qumning mayda shag'ali donlarini oyog'ingiz ostiga bosib, oyoqlaringiz og'rir edi. Vatanangiz og'riqda bo'lganida ongingiz bezovta bo'lar edi va siz jismoniy azob his qilar edingiz. Unday bo'lsa, bu yerga qanday keldingiz? Piyoda yoki aravadami? Shoh Melindi: men piyoda kelmadim, janob. Aravada keldim. Demak, e'tibor bering. Aravada keldim degan gap aravaning mavjud ekanligi haqida bir ta'kid bu. Tushunarli? Men mashinada keldim, demak mashina bor. Bu gapdan kelib chiqadiki, mashina bor. Men kresloda o'tiribman, lekin demak kreslo bor. Agarki men aytsamki, men kresloda o'tiribman, lekin kreslo yo'q desam, bu absurd gap bo'ladi. Nagasena gapini qarang endi. Unday bo'lsa, agar siz aravada kelgan bo'lsangiz, janob, menga bu nima ekanligini tushuntiring. Xoda aravami? Ya'ni aravaning xodasi aravami? Shoh bunday demadim. Nagasena o'q aravami? Ya'ni aravaning o'qi. Yo'q, arava emas. Albatta yo'q. G'ildiraklar yoki arava tanasi yoki arqonlari yoki bo'yinturuq yoki g'ildiraklarning shoxlari yoki cho'pon tayog'i aravami? Bularning hammasiga u yana yo'q deb javob berdi Nagasena. Unday bo'lsa, bu barcha qismlar birgalikda aravami? Shoh Melindi yo'q deb javob berdi. Yana e'tibor bering. Biz shunaqa bir tamaddunda yashayapmizki, har bir narsaning qismi o'zi emas, alohida olinganda o'zi emas. Aravaning g'ildiragi arava emas. Aravaning xodasi arava emas. Aravaning kolyaskasi o'rindig'i arava emas. Lekin ularni birlashtirganda, ma'lum tartib bilan, ma'lum bir uslub bilan birlashtirganda nima paydo bo'ladi? Arava degan narsa paydo bo'ladi. Lekin arava degan narsa uning funksiyasida mavjud. Aristotel bo'lganda bu funksiyasi bilan mavjud degan, uning vazifasi bilan qanchalik vazifasini bajarayotganligi bilan mavjud degan bo'lardi Aristotel. Lekin bu yerda Melinda yo'q deb javob berdi. Ha, bu qismlar arava emas, ular birlashganda arava deyish kerak edi. Bizning hozir shunaqa kutamiz. Lekin Melinda yo'q deb javob berdi. Nagasena shunday qilib qancha so'ramay aravani topa olmayman. Arava bo'sh tovushdan iborat ekan. Ya'ni e'tibor bering, Melindaning gapini Nagasena yo'q ekan, Nagasenani topa olmaymiz, Nagasena bo'sh so'z ekan degan gapini qaytaryapti o'ziga. Unday bo'lsa, siz keldim degan arava nima? Oliy hazrat, yolg'on gapirdingiz, haqiqat emas. Nimaga? Arava yo'q ekan, siz yo'q narsada kelishingiz mumkin emas. Qayerdadir yolg'on gapiryapsiz. Yoki siz piyoda kelgansiz, yoki arava mavjud. Qayerdadir siz yolg'on gapiryapsiz. Ya'ni gapni boshida aravada keldim dedingiz va menga aravani ko'rsatib bera olmadingiz. Demak, bu yerda yana siz ziddiyatga kirib qoldingiz deb Nagasena Melindaning uslubi bilan javob beryapti. Arava degan narsa yo'q. Siz butun Hindistonning shohisiz, qudratli hukmdor. Unday bo'lsa, yolg'on gapirishdan nimadan qo'rqasiz? Kimdan qo'rqasiz? Odamlar nimaga yolg'on gapiradi? Odamlar bir narsadan qo'rqqanligi uchun, qandaydir bir zararni, ziyonni istamaganligi uchun
yolg'on gapiradi. Siz nimadan qo'rqasiz? Nega yolg'on gapiryapsiz? deyapti. Va u Yunonlar va birodarlarini guvohlikka chaqirib dedi. Mana bu Melinda shoh aravada kelganini aytdi. Lekin aravaning nima ekanligini tushuntirib so'raganimda, u o'z da'vosini isbotlay olmadi. Buni ma'qullash mumkinmi? Ya'ni e'tibor bering Melindaning gapini. Melinda ham xuddi shu yon atrofdagilarga qarab, bu Nagasena o'zini Nagasena deb atalishini aytdi-ku, lekin Nagasena o'zligi mavjud emasligini ham aytdi. Buni gapini ma'qulmi, aqlga sig'adimi buni gapi deb hammaga gapirgan edi. Mana ham rohib ham xuddi shunday qilib aravada keldim dedi va lekin shu bilan birga aravani menga tushuntirib bera olmadi. Bu aqlga to'g'ri keladimi deb mana o'zini shunday tutdi. Shoh Melinda aytayapti. Men yolg'on gapirmadim, muhtaram janob. Bu barcha narsalarga xoda, o'q, g'ildiraklar, arava tanasi, arqonlar, bo'yinturuq, shoxlar va cho'pon tayog'iga ega bo'lgani uchun u umum qabul qilingan atama, kundalik muomalada ishlatiladigan belgi arava deb ataladi. E'tibor bering. Atama, arava, bu atama xolos deyapti. Qanday keldingiz deganda, nima piyoda kelmadingiz-ku deganda, men shu atamani qo'lladim deyapti. Ya'ni bu umum qabul qilingan bir atamani qo'lladim deyapti. Lekin men senga aravani ko'rsatib bera olmayman dedi. Menga bir narsani ko'rsatib ber desa, uni g'ildiragini ko'rsataman, tayog'ini ko'rsataman, xodasini ko'rsataman. Lekin men senga aravani mana bu arava deb ko'rsatib bera olmayman. Men yolg'on gapirmadim deyapti. Men faqat nima qildim deyapti? Melinda atamani ishlatdim dedi, deyapti. Atamani ishlatdim. Kundalik muomalada ishlatadigan belgi arava deb ataladi. Nagasena juda yaxshi, Oliy Hazrat. Arava ma'nosini to'g'ri tushundi. Xuddi shunday siz meni so'ragan barcha narsalar inson tanasidagi 32 turdagi organik modda va mavjudlikning 5 tarkibiy unsurlari, elementlari tufayli men umum qabul qilingan atama kundalik muomalada ishlatiladigan belgi Nagasena deb atalaman deyapti. Demak, biz atamalar bilan ishlaymiz. Atamalarni ishlatamiz gapirayotganda. Atamalar orqali qandaydir bir g'oyalarimizni bildiramiz, qandaydir bir maqsadga harakat qilamiz. Atamalarga biz suyanganmiz. Lekin bu degani atamani ortida qandaydir shu mavjudlik bor degani emas. Mavjudlik bor degani emas. Ya'ni mohiyat, doimiy mohiyat bor degani emas. Bu yerda javob beradi Nagasena, yana javobi davom etadi. Chunki janob baxtli huzurida Vajira opamiz shunday degan edi. Vajira rohiba baxtli deganda agar adashmayotgan bo'lsam bu Buddaning oldida shunday degan ekan yoki Buddaning katta shogirdlari, hozir aniq esimda yo'q, lekin Vajira degan bir shunaqa rohiba she'r aytgan. Bu yerda ikki xil tarjimani keltiryapman. Bittasi xuddi turli qismlarning biriga mavjud bo'lishi sharti tufayli arava so'zi ishlatilgandek, skhandalar, ya'ni elementlar bo'lganda biz mavjudot haqida gapiramiz. Ya'ni biz mavjud bo'lishlik haqida gapiramiz. Ingliz tilida being deb tarjima qilingan Edward Craigning kitobida ham mana bu matnni ingliz tilida ham being, ya'ni mavjudlik deganda hozir jarayon haqida gapiryapti. Bir hamma narsaning bir bo'lganda biz o'shanda mavjudlik deb ataymiz. Men shu Edward Craigning kitobida mening tarjimamda mana shunday kelgan. Qismlar qachonki qo'yilsa to'g'ri, ya'ni qismlar qaysidir ma'lum tartibda birlashtirilsa, arava deb aytilar so'zi. Unsurlar yig'ilsa ma'lum tartibda borlik deyish odatdir o'zi. Odat. Yumni eslaylik. Yum ham aytadi-ku, biz tabiat qonunlari deb doimiy ravishda odatan kuzatadigan, qayta kuzatadigan hodisalarni biz tabiat qonunlari deb aytamiz deydi. Sabab oqibatni biz odatan biri bilan birin-ketin kelganligi uchun aytamiz. Odatan deyapti. Biz bir narsani mavjud deganimizda uni odatga binoan biz qabul qilgan odatga binoan shuni mavjud deymiz. Lekin bu narsaning mavjudligini
anglatmaydi. Shoh Milinda aytadi, g'oyat ajoyib nagasini va juda g'ayrioddiy javob berding. Qanchalik qiyin bo'lsa-da, sizga qo'yilgan jumboq yaxshi yechildi. Buddaning o'zi bu yerda bo'lganida javobingizni ma'qullagan bo'lar edi. Yaxshi qildingiz nagasini. Demak, bu yerda buddaviylik ta'limotining eng qiyin va eng markaziy tushunchalari haqida gap boryapti. Muammo nimada? Masala nimada? Muammo emas, masala. Bu yerda masala buddaviylikning eng asosiy tamal toshlari g'oyasini ommaga, o'quvchilarga imkon qadar tushunarli qilib yetkazishga urinish. Maqsad shu. Shuning uchun ham bu birinchi kitobning birinchi boblariga kiritilgan. Buni tushunish uchun buddaviylikning falsafasini tushunishimiz kerak. Budda Shakyamuni degan bir rohib o'zining shogirdlariga birinchi yetkazgan xutbasida birinchi haqiqat, to'rtta haqiqatni yetkazadi. Ular shu narsani to'rtta ta'limot deyiladi. Bu buddaviylik ta'limotining to'rtta katta bir bloklari bor. Birinchi bloki hamma narsa azob. Inson bu dunyoda yashab o'tarkan, u azob ichida yashaydi. Azob nima? Bir narsadan mahrum bo'lish azob, og'riqni sezish azob, bir narsaga egalik qilish ham azob. Chunki bu egalik qilganligi vaqtinchalik, o'zidan ketgandan keyin ham bir azob. Bir narsaga yetishganligi ham azob, chunki vaqtinchalik. Bu yetishgan narsasidan ayriladi, bu azob. Va yetisha olmaganlik ham bu azob. Hamma narsa azob. Rohatga intilish ham azob. Lazzatga intilish ham azob. Agar u erishsa lazzatga, rohat, halovatga erishsa, bu doimiy emas. Doimiy bo'lmasa, u nimasi rohat, lazzat? U vaqtinchalik, u ketishi bilan nima bo'ladi? Rohatsizlik bo'ladi. Rohatsizlik bu azob. Yoki rohat, farog'atga qarab intilish ham uni faqat azob chekishga, mehnat, zahmatdan o'tishga majbur bo'ladi. Jinoyat sodir qilish orqali bo'lsin yoki mehnat, to'g'ri bir halol mehnat qilish orqali bo'lsin, u zahmatda. Zahmat, mehnat bu azobdan boshqa narsasi emas. Demak, inson bu azobdan qutulish uchun bu azobning tabiatini bilish kerak. Azobning sababini bilish kerak. Bu ikkinchi haqiqat, buddaviylik dinining ikkinchi bloki. Azobni keltiradigan narsalar nima? Nima uchun inson azobni his qiladi? Buning uchun mana yuqorida aytib o'tilgan rupa haqida, hissiyot haqida va boshqa karma harakatlari haqida shu ta'limotlar keladi. Bularning hammasi azobning sabablaridan biri. Juda soddalashtiradigan bo'lsak, insonning hissiy lazzatga intilishi va hissiy lazzatga nafaqat bu ta'm lazzati yoki bir shahvoniy lazzat yoki bir kayf qilish, ichimchilik lazzati emas, buni hattoki ruhiy lazzatga ham intilishi, ijodiy lazzat bo'lishi mumkin, zavq lazzati bo'lishi mumkin, oliy bir qanaqadir bir ta'limotga asos solib yoki bir kashfiyot, ilmiy kashfiyot qilishdan lazzatga intilish, bu lazzatga hattoki bir oliy darajadagi lazzatga intilish va eng tuban darajadagi lazzatga intilish, hissiy lazzatga, bularning hammasi hissiy lazzatlarga hisoblanadi. Intilish mana shu azobning manbai. Lekin bu manbai bo'ladigan bo'lsa, azobning bu intiluvchi kim? Bu yerda demak hinduviylikning atmaniga, subyekt mavzusiga hujum boshlanadi buddaviylik ta'limotidan. Hinduizm nuqtai nazaridan doimiy o'zgarmas abadul abad mavjud bo'lgan narsa bu atman, bu o'zlik. Biz ko'pincha endi soul deb ingliz tilida tarjima qilinadi ba'zi joylarda, buddaviylik matnlarida kelsin yoki hinduviylik matnlarida kelsin, uni ruh deb keyin tarjima qilishadi. Biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu ruh haqida, soul haqida buddaviylarda va hinduistlarda bunaqa tushuncha yo'q. Bularda bizga yaqin bo'lgan, bizning tushunchamizga yaqinroq bo'lgan g'oya nafs tushunchasiga to'g'ri keladi. Nafs bor, o'zlik, ingliz tilida self, arab tilida nafs, o'zbek tilida o'zlik, rus tilida samest va bu narsa atman. Bu
doimiy mavjud, bu uni brahmanik bir atman mavjud va undan shunaqa boshqa atmanlar kelib chiqadi. O'zini qanchalik unutgan sari u mana shu yer yuzida shunaqa qilib qayta tug'ilish jarayonida doimo uni bir kishi o'lsa yoki bir mavjudot, bir hayvon o'lishi bilan uning atmini boshqa tug'ilish bilan tug'iladi va hokazo mana shu uzluksiz ravishda tug'iladi qachonki undan meditatsiyalar orqali qandaydir bir praktikalar, ta'limotlarning yordamida bu holatdan chiqishi mumkin. Va u holatdan chiqsa, shu abadul abad mavjud bo'lgan atman bilan birlashadi. Atman nima qiladi? Atman nima u? Mavjud. U faqat biluvchi subyekt. Nimani biladi? Hamma narsani biladi. Bu endi hinduviylik ta'limotida men albatta jo'nlashtirdim. Bu ancha chuqur falsafa. Buddaviylikda bunga qarshi qarash bor. Buni qabul qilmaydi. Buddaviylik aytadiki, azob chekuvchi nima? Hinduviylik aytadi, atman azob chekadi. Bu yer yuzidagi shu mana bizning o'zligimiz, bizning nafsimiz azob chekadi. Buddaviylik yo'q deydi. Bormi u deydi. Qani bir ko'raylik, qani bunda o'rtaga tashab qo'yaylik, qani u. Bu qanaqa bunda bir havomi bu, nafasmi bu? Shu Melinda Pania kitobida davomida ham keladi bu. Ruh nima? Shu atman nima bu? Nafas bilan kirib chiqadigan narsami? Ha, nafas bilan kirib chiqadigan narsa. Nimaga nafas chiqqandan keyin u nafas yana qaytib kirmasligi ham mumkin-ku? degan mana shunaqa bir dialektik dialoglar orqali bir shunaqa tahlil qilinadi kitobning davomida. Bunga kirishmaymiz. Ya'ni u narsaning mavjud emasligini buddaviylar nima qiladi? Isbotlaydi. Bu mavjud emas. Bu nima mavjud unda? Mana men borman-ku, men hozir fikr yurityapman-ku desa, oppa deydi. Ong bor, tafakkur bor, lekin bu borlik doimiy mavjudlik degani emas. Bu borlik jarayon holida mavjud. Jarayon, buni xuddi mana elektr quvvati, elektr nurini ko'ramiz-ku, nur bu jarayon yoki vodoprovod suvini oqib qo'ysak, jarayon, oqadigan narsa. Jarayon chekuch stream vaqtida bo'ladi. Bu narsani biz ko'zimizda qarasak, mana yaxshi bir misol, analogiya. Vodoprovodni yoqsak, suvni oqayotganini ko'ramiz. Bu suvni oqayotganini ko'rsak, bu xuddi bir qattiq bir narsaga o'xshab turadi. Bir chiziq mana bu qalamga o'xshab turadi. Bu aslida vodoprovoddan oqayotgan, jo'mrakdan oqayotgan suv. Bu narsa qotib turganligi bu illyuziya. Biz ko'zimizga shu bir tayoqdek ko'rinishi, suvning oqib turishi bu illyuziya. Yoki daryoni bir ko'rib, tasavvur qiling, Geraklitni eslaymiz. Daryoga qarasak, bu daryo bir butun narsa bo'lib ko'rinadi, lekin bu illyuziya. Unda har soniyada undagi suv zarralari tinimsiz bosib oqib o'tyapti. Demak, mana shu tafakkur ham, ong ham, azobni his qiluvchi ong, fikr yurituvchi tafakkur ham bu jarayon. Jarayondan boshqa narsa emas, u doimiy mavjud emas. Doimiy mavjud emas. Tushunyapsizmi? Endi aravani misoliga qaytaylik. Aravani misoliga qaytsak, yanada nima uchun podshoh gapidan qoniqqanligini ozgina tushungandek bo'lamiz. Chunki Melinda, ya'ni Melinda Nagasenaning javobidan qoniqqanligini tushunamiz. Chunki Melinda o'zi Yunon bo'lgani bilan buddaviylik ta'limotini qabul qilgan, uning vazifasi, ya'ni vazifasi emas, balki xoh istagi uni ratsional ravishda asoslash. Uni istagi. Aravani misolini olaylik. Arava nimadan iborat? O'rindiqdan iborat, g'ildirakdan iborat deylik. O'rindiq, uning tanasi, o'qi, g'ildiraklarni birlashtiruvchi uni o'qi bor, g'ildiraklar bor. Xo'p. Lekin ularning qismlari arava emas. Ularni ma'lum tartibga birlashtirsa, shunda biz arava so'zini ishlatamiz. Xo'p, endi g'ildirakni o'zini olaylik. G'ildirak nimadan iborat? Shu g'ildirakning o'qi va uning atrofida haligi nima deydi? Boshqa tayoqchalari bor. Va uni bundoq o'rab turadigan bir yana doira simon bir narsa bor. Bularni ajratib, bularni alohida ko'radigan, bu qismlarni alohida ko'rsak, biz buni g'ildirak deymizmi? Yo'q, g'ildirak demaymiz. Bularni birlashtirsak, keyin g'ildirak deymiz. Ularni qismlar, ularni qismlarini oldik. Tayoqdan, yog'ochdan qilingan har bitta yog'och. Aravaning o'qi deylik, ikkita arava g'ildiragini o'rtasidagi o'qini. Mana shu o'qini oldik va o'qi nimadan iborat? Yog'ochdan iborat. Yog'och nimadan iborat?
Nima u yog'och? Bu yog'och bu o'simlikdan o'sib chiqqan narsa. Ya. U nimadan iborat? Qandaydir bir moddalardan iborat. Moddalardan, jismlardan iborat. Ular nimadan iborat? Ular ketdi bu yoqqa molekula, atom va hokazo ketdi qismlar, unsurlarga boradi, lekin shu o'q degan narsani biz ko'rmaymiz. Ya'ni analiz qilgan holda ularni turli xil unsurlarga ajratib tashlasak, bu unsurlarni ichiga kirib boramiz va atomga va subatomga va hokazo va kvarklarga va ko'plab boshqa zarradan sub zarralarga boramiz, lekin o'sha aravaning o'qini yoki g'ildiragini biz ko'rmaymiz. Biz umumiylashtiruvchi narsaga faqat nima qilamiz? Biz faqat atama beramiz. Bu narsalar atom o'sha buddizmning o'ziga xos bir o'ziga atomizm ta'limoti bor. Shu zarralar, shu unsurlar ham doimo jarayonda. Bu hozirgi zamon fiziklarning bir ta'limotlariga, nazariyalarga o'xshaydi. Hamma narsa molekuladan iborat, molekula atomlardan iborat, atomlar subatom zarralardan iborat, bu zarralar sub zarralardan iborat, neyton, proton, kvark va boshqa narsalar, bularga qarasa hech narsa yo'q, bo'shliq paydo bo'lyapti. Bo'shliq. Ya'ni potensiya paydo bo'lyapti. Potensiya va bu zarrami yoki bu to'lqinmi, bu nima, bu tushunib bo'lmaydigan narsa va bular doimiy bo'layotgan tinimsiz harakati natijasida bir narsaning qotib turgandek, bir narsaning mavjud bo'lib turgandek bizda nima paydo bo'ladi? Tasavvur paydo bo'ladi. Bu tasavvur demak illyuziya bo'lib chiqyapti. Demak, buddaviylar aytadiki, shunaqa ekan, menlik o'zi mavjud emas ekan, bu menlik o'zi, bu jarayon ekan, bu narsa lazzatga intilishni to'xtatish, buni mushohada qilish orqali lazzatga intilishni to'xtatish mumkin va buni to'xtatish orqali yomon karma, yomon harakatni qilish to'xtaydi, yoki yomon niyat bilan yaxshi ish qilish to'xtaydi, yomon niyat bilan yomon ish qilish to'xtaydi, yaxshi niyat bilan yaxshi ish qilish ham to'xtaydi. Yaxshi niyat bilan yaxshi ish qilish bu yaxshi aslida. Tushunamiz aslida, lekin buddaviylik nuqtai nazaridan aytadiki, bu yerda xavf-xatar paydo bo'lyaptiki, yaxshi narsani niyat qilsang, yana shu lazzatga intilishga, o'zingni qoniqtirishga, o'zingni qondirishga intilyapsan, yana xuddi shu juda bir yomon ishdekka bo'lmasa ham karmik nuqtai nazardan bu azobga bog'lanib qolish, illyuziyaga bog'lanib qolish sodir bo'lyapti deydi. Demak, imkon boricha haqiqiy buddaviy rohiba, buddizm ta'limotiga shu ergashgan odam birinchidan yomonlik qilishdan o'zini to'sish kerak, yomon ishlarni bajarmaslik kerak va qiladigan yaxshi ishlari bo'lsa neytral holda bajarish kerak. Neytral holda deganda uning bunga na odamlardan minnatdorchilik kutish, na yaxshi oqibat kutish, hattoki o'zi bu haqda yaxshi fikrda bo'lmasligi kerak. Bu mana shu yo'lda yurgan odam, buddaviy odam nimaga erishadi? Karmik zanjirni to'xtatadi. Ya'ni keyingi azoblarga bo'lgan, hozirgi yashab o'tayotgan vaqtidagi mana shu mashg'ulotlari orqali, praktikasi orqali azob chekilish to'xtaydi, chunki azob chekuvchi yo'q bo'ladi. Tushunyapsizmi? Jarayon to'xtagandan keyin, ong jarayoni, tafakkur jarayoni bu darajadan chiqqandan keyin, bu to'xtagandan keyin u azob chekishni ham to'xtatadi va u keyingi tug'ilishda u yoki kamroq azob chekadi, yoki tubanroq emas, oliyroq holatda yana qayta tug'ilishi mumkin, yoki umuman tug'ilishdan to'xtashi mumkin. Demak, shu karmik azob zanjiri shunda uziladi. Mana shu joyda hinduviylik diniga o'xshaydi. Hinduviylik dinida ham qayta tug'ilish haqida ta'limot bor. U yerda atman qayta tug'iladi. U karmik yomon ishni bajarsa, keyingi tug'ilishida u tubanroq holatda tug'iladi.
karmik yaxshi ishlarni bajarsa, keyingi tug'ilishda u oliyroq martabada tug'iladi deydi. Agar inson boshidan azob, qiyinchiliklar, qashshoqlik, kambag'allikni o'tkazayotgan bo'lsa, demak bu avvalgi tug'ilishdagi, avvalgi hayotida yomon ishlarni bajargan, shuni azobini hozir totyapti. Sabr qilsa, sabr qilib o'zini to'g'ri tutsa, o'zining shu kastasida tug'ilgan, agar bu tuban kasta tug'ilgan bo'lsa, uni ortidan keladigan azob uqubatlarga, sharmandalikka chidash kerak. Chidasa keyingi tug'ilishda balkim u brahman yoki podshoh yoki kshatriy bo'lib tug'ilar. Yoki juda bir oliy maqom shunaqa darajalarga yetarki, balkim nirvanaga keyin tushar. Ya'ni umuman to'xtar bu tuban tug'ilishlar jarayonida to'xtashi mumkin. Bu hinduviylik nuqtai nazaridan. Bundaviylik nuqtai nazarida ham qayta tug'ilish bor, lekin nima qayta tug'iladi? Mana shu joyda Edward Craig kitob shu bobini yakunlaydi, aytadiki, muammo paydo bo'lyapti. Agar o'zlik mavjud bo'lmasa, qayta tug'iladigan narsa nima? Karmik yomon ish qiladigan bo'lib va uning keyingi oqibatlarini ko'radigan narsa nima? Degan savol muallaq qolyapti deb shu Edward Craig bu savolni o'zi muallaq qoldiradi va aytadiki, buddistlar bu mavzudan xabarlari bor edi, bular bunga javob berishgan, lekin biz bunga kirishmaymiz deb shu bobni yakunlab qo'ya qoladi. Lekin biz bu yakunlamaymiz, lekin qisman javob berishga harakat qilaman. O'qigan, ko'rgan ma'lumotlarimga tayanib, bu masalada ham Melinda savol javoblari boblarida gap ketadi. Bu haqda ham podshoh Nagasanadan so'raydi. Nagasana aytadiki, qayta tug'ilish nima unda? Agar bu o'zlik mavjud bo'lmasa, qayta tug'iladigan narsa nima? O'lgandan keyin boshqa vujudda, boshqa tanada paydo bo'ladigan narsa nima unda desa, aytadiki, bu savol noto'g'ri. Bu hinduviylik dinida shunday. Qayta bitta narsa o'lganidan so'ng boshqa tanada, boshqa vujudda tug'iladi. Buddaviylikda buddaviylik ta'limotida bu noto'g'ri qarash. Misol uchun mana sham yoqilib turibdi, sham yoqilgan, boshqa yonmagan shamni tutashtirsa, u sham yonadi. Nima? Uning olovi, boshqa u olovi o'chib nargisida paydo bo'ldimi? Ya'ni ko'chib o'tdimi? Paydo bo'ldi bu, to'g'ri. Ikkita shamni bir-biriga yaqinlashtirsangiz, bittasi yonmagan, bittasi yongan bo'lsa, yongani yonishiga nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Sabab oqibat zanjiri paydo bo'ladi. Keyin narigi sham yonadi. To'g'rimi? U sham so'nadi, lekin narigi sham yondi. Demak, bu yerda atman mavjud emas. Doimiy o'zlik mavjud emas. U ko'chib o'tmaydi. Bu qalam deylik, bu stolning bu joyi deydi, keyin bu joyga o'tdi, keyin boshqa joyga o'tdi, keyin boshqa xonaga, keyin oshxonaga borib qo'ydim. Yo'q, unaqa o'tishi yo'q, unaqa ko'chib o'tishi yo'q. Ruhlar unday ko'chib o'tmaydi. Ruh degan tushunchani o'zi ham yo'q o'zi. Eslatib o'taman. Ruhlar ko'chishi degan ibora bo'lganligi uchun esladim. Faqat jarayon davom etishi bor. Eslaymiz, hamma narsa jarayon, hamma narsa tinimsiz oquvda ketyapti. Sabab va oqibatlar jarayoni tinimsiz ravishda paydo bo'lyapti. Demak, X odam Nagasena deb nomlanuvchi bir fenomen deymiz, fenomen, bir hodisa keyingi buni davomida keyingi hodisaning sababi. Yani bu yerda faqat sabab oqibatning mavjud bo'lishi va bu yerda sabab va oqibat haqida bularning yana bir chuqurroq bir ta'limoti, tushunchalari bor. Rus tilida взаимообусловленное возникновение deydi. Ya'ni o'zaro shartlangan paydo bo'lish deyiladi. Ya'ni narsalar bormi yoki yo'qmi degan savol noto'g'ri. Narsalar doimiy ravishda vujudga keladi yoki vujuddan ketadi va ketishi mana shu haqiqat. Lekin u doimo bor bo'lib turishi, naqd borib turishi bu illyuziya. Men mana misol uchun qo'limga igna sanchisam, men og'riqni sezaman, men og'riqni, jiz etgan og'riqni sezaman.
mening hayolimda bu og'riq, mening tafakkurimda og'riq paydo bo'ladi. Va buning sanchilishi ham paydo bo'ladi. Bu biri ikkinchisini keltirib chiqaradigan sabab va oqibat zanjirlari. Agarki igna sanchishi men his qilmasam, men hech qanaqasiga na ko'zim bilan, na asab tolalari orqali, og'riq orqali his qilmasam, demak bu mavjud emas. Bu yo'q, bu jarayon sodir bo'lmadi. Ya'ni sabab va oqibat holati bir vaqtda paydo bo'ladi. Biri ikkinchisini keltirib chiqaradi. Ya'ni oqibat va oldin sabab va oqibat emas, sabab va oqibat baravar paydo bo'ladi. Nigna buni juda tushuntirish oson emas, tushunish ham oson emas. Biz sabab va oqibatlar mavzusiga yana qaytamiz, Xudo xolasa, nasib qilsa. David Hume bilan Imom G'azoliyning sabab va oqibatlar haqidagi fikrlari bilan tanishamiz. Buddaviylik sabab va oqibatlar haqidagi tushunchasida biri ikkinchisi baravar paydo bo'ladi. Men igna sanchisini sezganligim uchun mana shu igna sanchisi mavjud. Xo'p, dialogning yana boshqa bo'limlarini, boshqa qismlarini ham tarjima qildim. Men tarjima texnik, tahrirdan o'tmagan, zo'r tarjima deb atab bo'lmaydi. Ham inglizcha, ham ruscha tarjimali matnlarni ham qo'ydim. Inglizcha va rus tilidagi matn bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin, chunki ular turli xil manbalardan olingan. Ko'rishingiz mumkin, menimcha bir qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Shu joyda fikrimcha o'qishni va suhbatimizni yakunlasak bo'ladi. Yana shu kitob bo'yicha, ya'ni Edvard Kreykning Falsafa o'ta qisqa tanishtiruv kitobi bo'yicha savollaringiz bo'lsa va mana shu suhbatlarimiz bo'yicha savollar, murojaatlar yoki e'tirozlar bo'lsa, marhamat, bemalol menga yozishingiz mumkin. Keyingi yana videolarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.